Xo'p, narvani bolalar. Bosinglar. Murabbiyimiz Kanava Romanov qochibdi-da. Kanava. Men keyin sizga zo'r gapim bor, brat. Men sizga gapirayotganda menga qarang, ko'zimga qarang, brat. Ko'zimga qarang dedim, sizga bir og'iz gapim bor. Haqiqatga tikib boqing aka. Haqiqat bilan yuzlashing. Aka, sizga insof bersin. Bo'ptimi? Qoplab gapirayotganda qochmang. Haqiqatdan qochib qutula olmaysiz, bu yoqqa keling. Golmi? What the fuck? Gol 5-0. Молодец. Keting aka bizdan. Iltimos. Hurmatingiz borida keting. Bo'ptimi? Gapiryapman, bu yoqqa keling. O qizaloq sol bekardan o'zimizniki bo'lib turib, o'zimizga ko'rsatib qo'ymaydi deyapti. Xapalashib qolamiz. Davom etamiz bolalar, yana dash uramiz. 6 ta qila olmaymizmi? 5 ta qilgan nima bo'pti? A few inches later. Aha, penalti. To'xta. Teping Shomurodov, teping. Hal qiling bularni, hal qiling. Gol. Yetami? Tabloyimiz teskari o'tib ketaverdi, uni qilganimizdan. Yetami? Ey, yetami? Ha? Yetami bo'ldi. 24 taratni o'qiyni. 24 tarat. Uka, sen yana kutmayapsan meni. Ey, uka, maqaki. Men mazaq qilib ketay men ham dedim. Mo qizil sen tur yo'qol. Ko'zimga ko'rindi. Tartib ber. Bu yo'qol. O'yin tugadi uka. Tugadi o'yin. Ey, necha 80-minutmi? Hech qanaqasiga dumbalaq ostida ham bu kangolilar hozir comeback qila olmaydi. Tak что o'yinni mashina tugatamiz. Chiqdingmi? Eplab chiqdingmi? Jag'ingni yopish endi.